ko'pchilik eshitgan. U yerda o'sha Advocate Health Hospital degan gospitalda ishlab, o'sha yerda malaka oshirib qaytishga muvaffaq bo'lganman. Undan tashqari Hindiston davlatida juda ko'p marta bo'lganman va u yerda yaqinda Sharda universiteti bilan memorandum imzoladi bizni klinikamiz va u yerdagi urologlar bilan hamkorlikda Hindistonda ham operatsiyalarni yo'lga qo'yish va qolaversa ularni bu yoqqa jalb etib, bizda qilinmaydigan, ularda qilinadigan operatsiyalarni bu yerda tatbiq etishni hozir yo'lga qo'yish arafasidamiz. Tajriba AQShdan, mehr O'zbekistondan, shifokorning muvaffaqiyat yo'li. Ilm chegara bilmaydi, lekin mehrning manzili bor, u vatan. Qahramonimiz o'z yurtiga qaytib, yurtdoshlarga yuqori darajadagi tibbiy xizmat ko'rsatishni eng katta sharaf va burch deb biladi. Hozirgi kunda u endourologiya sohasidagi ilg'or usullarni mamlakatimiz amaliyotiga joriy etish, yosh shifokorlar bilan tajriba almashish va tibbiy xizmat sifatini oshirishga katta hissa qo'shib kelmoqda. Vositaki jarroh uchun operatsiya vaqtidagi eng mas'uliyatli daqiqa qaysi? Daqiqa qaysinisi eng mas'uliyatli daqiqa deganimizda, avvalambor operatsiya boshlanishidan oldin boshlanadi. Bu sababi bemorga qanday taktika qo'llashimiz kerak va qanday yondashuv qilishimiz kerak. Uni dori-darmon bilan lecheniya qilishimiz kerakmi yoki bo'lmasam operatsiya yo'li bilan davo istashimiz kerakmi? Va operatsiya jarayonini boshlashimizdan oldin bitta jarroh emas, balki anesteziologlar, o'rta med xodimlari va qolaversa kardiolog va boshqa turdagi doktorlarimiz ham ishtirok etishadi va ular bizga ruxsat berganlaridan keyin operatsiyani boshlaymiz. Operatsiya jarayoni har bir operatsiyadan oldin albatta jarrohda hayajon bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, bu yaxshi ham. Sababi hamma narsani o'ylab ko'rasiz, hammasini chamalaysiz. Sababi o'rtada bemorning hayoti turibdi, uni kelajakdagi sog'lig'i turibdi. Shunga operatsiya jarayonini daqiqalar emas, balkim aytishimiz mumkinki, shu butun operatsiya jarayoni bu eng muhim payt deb aytsak ham bo'ladi. Bugungi kunda Vosit Ermatovning 10 dan ziyod shogirdlari bor. U har biriga o'zidagi tibbiy bilimlarni ulashmoqda. Men o'zim Rossiya Federatsiyasida o'qishimni tugatganman. Bir necha yil ishlab kelganman. Vosit akani ordinaturadan beri tanib kelyapman va shogird bo'lib tushganman. Hozirgi kunda Vosit aka bilan yonma-yon ham o'rganib, bemorlarga yordam berishga harakat qilyapmiz. Hammamiz xursandmizki, Vosit akadek bizning ustozimiz borligidan juda xursandmiz va minnatdormiz. Qaysi davlatga bormay, qayerda bo'lmay, qalbim vatanimda, bemorlarim bilan deydi biz bilan suhbat chog'ida qahramonimiz. Sog'ayish istagida bo'lgan bemorlar uni izlab, hattoki qo'shni respublikalardan ham kelishadi. Biz Tojikistondan keldik. Bu yuragimda kista aniqlandi. Kistani keyin homilador vaqtimda bilindi. Keyin u katta bo'ldi. Ham qishloqlarimizdan eshitib keldim. Shu malakali shifokor bor deb shifo topchi uchun keldim bu yoqqa. Shunday shifokorlar borligidan faxrlanamiz. Yurtimizning har bir sog'lom kuni bu shifokor faxri. Bir bemorning tabassumi esa shifokor uchun eng katta mukofot. Hozir yuqori texnologik amaliyot o'tkazildi. Bu bemorimizda peshob yo'llarida tosh tiqilib qolgani aniqlandi va bemorimizga hech qanday kesmalarsiz, hech qanday teshiklarsiz sidinaydagi toshni lazer yordamida maydalab olish amaliyoti bajarildi va muvaffaqiyatli bajarildi. Va bemorimizni ertaga uylariga javob berishimiz mumkin, hech qanday kateterlarsiz va bemorimiz o'zlarini kundalik hayotlariga qaytishlari mumkin bo'ladi. Yana bir murakkab turdagi jarrohlik amaliyoti yakunlandi. Hozir 309-palatamizga ketsak bo'ladi. U yerda hozirgina operatsiya qilgan bemorimiz yotibdilar va ulardan operatsiya jarayonini va undan keyingi holatlarini so'rasak bo'ladi birgalikda. Demak, bemorning Vostaki adashmasam biroz avval jarrohlik amaliyotini o'tkazgan bemorimiz yonidamiz. Hozirgina o'sha tugagan amaliyotimizdagi bemorimiz, ulardan fikrlarini bilsak bo'ladi. Hozir operatsiyadan chiqdik. Mana shu kishi doktorimiz, rahmat. Ahvolingiz yaxshimi? Ahvolimiz zo'r. Og'riqlar bormi? Yo'q, og'riqimiz yo'q. Qo'rquvlar? Yo'q, hech narsa yo'q. Rahmat deymiz. Og'rimayapti, hammasi joyida, Xudoga shukr. Qahramonimiz 10 dan ortiq xorijiy davlatlarda malaka oshirgan. Inson hayotida tanlagan kasbi uning kimligini belgilaydi. Kimdir ishni faqat kundalik vazifa deb biladi, kimdir esa uni hayotining mazmuniga aylantiradi. Ana shunday fidoyi insonlardan biri esa Vosit Ermatovdir.
Bu kasbga bo'lgan qiziqish, havas, mehr sizda qachondan uyg'ongan? Nima uchun aynan endi urolog kasbini tanlagansiz? Avvalambor nima uchun urologiya deyiladi? Shunda menimcha to'g'riroq bo'ladi. Urolog kasbini tanlashim avvalambor ota-onam doktor ular ham va onam ginekolog bo'lib ishlaganlar. Onamni maslahatlari bilan bo'lgan birinchi o'rinda va qolaversa ikkinchi kursdan boshlab Toshkentda o'qishdan keyin dejurstvo turganman va urologiya отделенияsi navbatchilikda turib, o'sha yerda bu kasbga nisbatan, bu yo'nalishga nisbatan qiziqishim yana ham ortgan va bu kasbni egallashimdan sabab chunki bemorlarga kam og'riqli, qulay, operatsiya qilingandan so'ng juda tezda oyoqqa turish va bu o'ta zamonaviy yo'nalish bo'lganligi uchun buni tanlashga qaror qilganman. Har bir davolagan bemorning tabassumi, har bir qutqarilgan jon uning mehnatiga berilgan eng oliy bahodir. Bu shifokorning yo'li faqat uning shaxsiy yutug'i emas, balki Sirdaryo zaminining g'ururi, yoshlar uchun esa ilhom manbaidir. Uning misoli shundan dalolat beradiki, kim ilmga intilib, mehnatdan charchamasa, u albatta o'z orzusiga yetadi. Bemorlar esa bu shifokorni hamisha e'tirof etishadi. Ular uning mehribon qo'llari, tinchlantiradigan ovozi va umid bag'ishlovchi tabassumlarini unuta olmaydilar. Chunki shunday insonlar borki, ular nafaqat kasallikni davolaydi, balki inson ruhini ham tuzatadi. Vostaka, kelgusidagi rejalaringiz qanday? Bizni shifokorlarni, ya'ni nafaqat men, balki bu yerda ishlaydigan boshqa soha shifokorlarini ham u yoqqa Sharda universitetiga yuborish, ular u yerda malaka oshirishi va keyingi oyga ulardan 3 ta mutaxassisni jalb qilganmiz. Ular kelib bu yerda o'sha master klass deymiz, ya'ni bemorlar bilan konsultatsiyalar va qolaversa yuqori texnologik murakkab operatsiyalarni o'tkazishni reja qilganmiz. Va albatta bahorda bizda Yevropa urologlar assotsiatsiyasining eng katta konferensiyasi bo'ladi. Bu yil u Londonda bo'lib o'tadi. Shunga borishni rejalab qilib turibman. Bu kasbni tanlagan inson har kuni kimningdir hayotini saqlab qoladi, kimningdir umidini